Uçurulgan güzellik, hayat sırlık tepişmak. Güler hayat derhi, kuş avazlar yupurmak. Hayat tüker yıldızlar, kalar yerde köp ızlar. Akidilik dıllardan urgup turar köy koşak. Hayat akkan bir derya, uçurap turar taş kıya. Visal zaval koş gizek, hayatlı var köp sınak. Assalamu alaykum Naq maydondagi qizg'in tomoshabinlar. Assalamu alaykum Ipak yo'li sadosi programmamizning aziz ishtirokchilari. Chin go'zal Ipak yo'li sadosi hozir boshlandi. Shinuri biotexnikasida Sulton zavodi ishlangan güzellik mening chin go'zal girim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Riyosatchi qarindishlar Nijot Valiyoqdan hammanglarga sevginishli salom. Assalomu alaykum Naq maydonidagi aziz tomoshabin do'stlar, shunaqla televizor ekrani oldidagi ko'rman do'stlar. Riyosatchi qizlar Hidoyat Qizchamchidindan hammanglarga oliy ehtirom. Shunaq aziz ko'rmanlar, Ipak yo'li sadosi programmasida 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mayirlarimizning mukofot buyumlari intayin katta edi. Ular bo'lsa birinchi darajaga erishgan mahirni Hasal makoni g'uljida ishlab, soptava hasilni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha yemak ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mukofot uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Qutyar markasidagi a'lo sifatli savdo suvi ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnik taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Uchinchi darajalik mukofot bo'lsa Uyg'ur tibobatchilikda belgilik o'sish hosil qilgan Kinara mablag'chiligi arkan mahsulotlar ta'minlagan 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. To'rtinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Shinjong Mo'tvar xalqaro so'chak shirkati Azoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunday bo'lsa, bizning mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorligimi intayin puxta. Programımız bilan qalti söylti elga ayan qimati eng tuvan basi 69800 yuan bo'lgan Toyota Vios avtomobili alayida hamkorlashgan ularga rahmatimizni bildiramiz. Xo'sh, undaqda Nurnisa Abbas xonim yetakchiligidagi Nur sahnasida navbatlarni qaysi mayirlarimiz o'zining iqtidorini, talantini namoyon qilgandi. Ular bo'lsa Mirzakim Batur bilan Mansur Ahmad qarshi olamiz. Can. Yıllarındaki avaz hesapta pek pıraqını talep kılıdığan, özanlarga qattiq talep koyduğan bir o'quvchilarim. Müsabaka jarayonida o'zininki haqiqatan talantini namoyon qilib, o'zi kelayotgan besimlarning hammasini bir chetga qarab qo'yib turib, shunday qirish mashq qilayotgan bir o'quvchilarimizning birisi. Andan keyin Mansurjon musobaqada favqulodda o'zininki talantini namoyon qila oladigan ovozni shu xalqlarimizga yetkaziladigan bir tipdagi o'quvchimiz. Shunga ishlarni bir qildim. Sizniki mashq vaqtida texnik yaxshi bo'layotgan hozir sizning nimasini ko'ryapsiz? Men kanaga ketib yurib barsiz. Men ikkinchi qaytamag'in shunday chiroyli chiqdi. Cho'qim oqiga tatayli ovozimni oqiga tatib turib qolaydi. Ben Nur Sakindisi'ye 16 kişilik mayır olup tanımalığımda hoş oldum. Şundakla aile verilmişim çok hoş oldu. Bu jarayonda ustazımın ki bana bergen sanat bilimlerinden de hoş oldum. Çünkü neymiş kılsa maylık sanat meşete okutmakmadan muğaşkab, avaz çıkış, toksituş diyendek aslında okumaydım. Müslüman samalımın kitesi akıllık, avaz çıkış, kırgızı, katarlıklarını bir kadar uyandım da öyleyme. Neye nazarak eceteyli? Çıkıp vardı o tözlük kalkıtımız. Bak kalkıtımız pek çıkıp vardı. Acaylı hem daha çırarak kıştırımız boğan ekin. Eceme? Ay könglüm. Ben dostlarımızga tanındım. 16 kişilik kirgandan keyin ustozimiz mağam şu məşq jarayonida nafas məşqini qattiqroq o'rgatdi. Endi keskin ders yapmakmagan olsamma, Nurisa Abbas xonim gibi satallanğandan yağı. Hem şu neçkin jarayonida muallimning biz bo'lgan pozitsiyasidan ovoz kontrol qilish qatorliq bir qism darslarni oldim. Menga bu da 3-chi bosqichdagi raqobatchim bo'lsa, o'zidan Mirzakim Batur. Mirzakim Batur qalamashni yaxshi yaxshi natijalarni tilayman. Yer bo'lsin sana. Oxirida do'stim Tamas rahmat bilan shu bomb padini bir yaxshi yetib chiqishni orzu qilaman. Rahmat. Ishqimda hozir sahnaga chiqmoqchi bo'lasizlar. Sizlarga o'sha sahnada eng esil yutuqlarni tilayman.
sizlarga omad yer bo'lsin. Rahmat Malik. Garip kavardı vay könlüm ilayime bitayillik makan vay dolmaz bitayillik makan vay dolmaz şu günde bilek kesem dağday onun elger var vay ah deymen Xudayimga dağday yetkizgin murad Seni ancandı dep vay Allah ilahi bilimni saylı de vay balla bilimni saylı de vay balla seni kelmedi dep anlap yana anlap dağdan vay aman çölde vay yılan ah deymen Xudayimga daday yetkizgin muradimga Anamның yo'qligi voy keldi ilayime atamның yo'qligi voy keldi Yaşın otuzlu yetkende dağday Beşin gadep alep vay geldi Deymen Xudayimga dağday yetkizgin muradimga Kurup kalsa bu vay kaldım
vatanchi abriyep vay sasun vatanchi abriyep vay sasun xeridare kilip sorsa kilip sorsa dade gelip bitar de vayınsun ah deymen Xudayimga dade 700 gün muradımga ah deymen Xudayimga dade 700 gün Oldu bilan bugungi fikr takliflarni tavsiyalarni o'rnidan turib bizning naqshimizga quloq solgan Erkin Abdulla apandimdan boshlasak. Naqshi bo'lam, shunchalik bo'lam. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Mushu odam bo'lishda va yoki naqsha etishda mushu kontrol qilish, o'zining ish harakatini, o'zining ovozini kontrol qilish intayin muhim deb qarayman. Bu naqshni o'rlash jarayonida bo'libmi Mansurninki o'zining ovozini kontrol qilishi meni haqiqatan bak qoyil qildi. Yuqoriga bir chiqib, to'yga tushganki ovoz charchaydi, shu ovozni kontrol qilib tura oldi. Unisiga bir necha yerlarda mushu puroqlarni nihoyat joyida haqiqatan voyaga yetkazib o'zining hissiyotini butun vujudi bilan Mansur o'ziniki bir hikoyasini bu shunaqa bilan bizga yetkazdi, mening yuragimga tegdi. Mirza kimga o'xshash hargiz qilishmaydi. Mening eng oxirdagi tavsiyalarim Mansur. Mahmud apandim. Hakikaten bayağı hayacanlandım, özüm. Belki bunun kompozitörü şu Akılbek buluş mümkün. Ya ki şairi Akılbek buluş mümkün. Bumpe derdi yine, bum mu? Bu nakşının yani bir xil atılışı. Nemişka degende bu nakşını o avazda okumasa bum uçuşemeydi. Bum degen töven degen gap. Endi bu naqshiga haqiqatan mayda hissiyat bo'lmasin bo'lmaydi, ovoz bo'lmasin bo'lmaydi, mardonlik edi. Allah deb nurg'ulib bizninki nurg'un ko'rolmanlari kirdi. Bizning mushkulasi xalq naqshilarimizni yoqtirdi degan mana. Shundoq. So'nglashqa bizning jiltizimiz yana mush. Mirzakimmo obdan maslashdi. Bo'libmi Qashqarning naqshini g'ulji taraf ko'p o'qimaydi. Ama G'uljining naqshillarini, Ilanning naqshillarini Qashqar tarafda, Janub tarafda bakchik o'qiydi. Yaxshi ko'radi. Qashqarning naqshillari nihoyat qiliblik. Kichikkina ketib qolsam chinib qoladi. G'ulji el xalq naqshillari nihoyat erkin. Ovoz doirasimi cho'ng kuydan boshildi. Ko'pincha naqshillar cho'ng kuyda. Mushu Mirzakimniki mushu naqshini mana ustoz bekitib bergan naqshini Mansur bilan billa Nata hamkorlashganlik uchun men shunda o'rnimdan bir turib sizlarga salom berib turdim. Bunqamam shunda naqshini bunqamam ta'sir qilib turman o'rtog'im. Ta'sir qilma. Bizning naqshlarimiz mushta naqsh. Ko'zimda yosh ketdi, o'ta chandumay o'tdadim. Ichimda yurgan shunda ilkad o'tdagandek ulab ketdim. Ma'lamda ko'zdaymiz. Mahmud apandim. Mansur inamni qutlayman. Shunga Mansurni. Mirzakim, yaxshi, men 100 bir janobning qissiga Shundoq yigit. qiyg'ining uchun sana rahmat. Tashqar pardisi. Ya Allah.
Göstermişsin. Erkek değil. Erkek. Bulut Allah olsa kızlar o erkekler Abdullah'da bahalar verdin. Ahırda kimdi de Hazır oğlan erkekке Allah berildi. Ama yana dep jümsemi buldu. Mahmut dostumna yetkir. Yaxbam. Bizning 3-chi aylanma musobaqasiga chiqqan bir jup o'quvchimiz uchun bundan katta baho men ham deyayman. Endi hozir Mahmud janobning raqsini shimaq bir o'sha ikkisi hamkorlik qilib bir Qashqardan chiqib shunga o'xshash bugun mana shu ikki inimiz birlashib aytdi. Shu ta'biri bu o'z holatini yo'q. U faqat har bir qalbdan chiqayotgan sababdan boshqasini topadi. Lekin uni bu asos maqsadi yana bu bomba shu. Bugun o'rinlash yoqdi. Men so'rdiga chataq yo'q. Mirza kimningmi mushuningga xuddi Qashqarning shivillari chiqyotdi-chu. Durust. Xeli obdan boshqa Qashqarning shivillarini yo'qitib qo'ymaydi. Xeli obdan ijtihod qilgan, xeli emgak qilgan. Sizning tavsiyangiz? Mening tavsiyam bu Qashqar naqshisi bompadini asos shivisini yo'qotmagan nolda iliq yigitga. Mirza Şuna kadar ustozimizdan shunaqa biz sizlar bilan azroq mo'ndishayli. Unaqda bugun o'zinglarga nisbatan ikkinglar qandaqroq bo'lgan oldi bilan Mansurninki. Men avval shu menga muhabbat bilan jirsandirgan Amir Sabas xonim ustozimga chin ko'ngildan rahmatimni bildiraman. Sizga ustoz. Men bu safar mayli bu musobaqa o'zima bir Bunu adam uzun yıllar sahibi olduğu için şuradan nasıl tutarlık çekilmez mi? Ya bu Qashqarning sistemi o'xshamaydi. Ama bu şu Qashqar shivisini saqlab qolgan asosdan naqshni buzib o'tmay shu etdigan men shu bitta shu shivini saqlab qolgan asosni aytibman-da endi. Rahmat. Endi ishqilib bütün bilan hamkorlashib bu naqshni yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Albatta Zulqar Köreş efendim. Bugun sizningki taklifingiz qanday bo'lgandi? Men oldi bilan mush uch ustozning mush ikki o'quvchimizga qimmatli baho berganiga men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Haqiqatan oldingi yashashni berdi. Endi bu xalq ahvolimiz turishni to'g'ri. Mush 2 yil minutda muqamni bir o'zbeksa degan bir fikrni berdi. Shu vaqt men qanday desam, hozir bu nayte qilishdim. Muqamni hozir o'zgartirsak, kelgusidagi avlodlarimiz qanday muqam anglaydi? Hali qachonga muqam anglaydi? Boshqalarning ismi bilan atab bizning muqamimizni ataydi ekan. Uningdan o'zimiz muqam nayte mukammal narsa saqlab qoldi. Biz o'zimizning narsalarni shu soplig'ini saqlab bilayman. Meni bu hojat emas. O'zimizning narsalarimiz bor. O'z narsalarni angla, haqliq. Men mush to'g'ri deb qarayman. Endi o'zligimiz kelsak, ustozlar
yaxshi fikrini, baholarini berib qildi. Men ham tilim rasmiy ojizlik qiladi bularni maqtashga. Ifodalashga. Kamchiliklari ozdir ko'pdir bo'lganda, lekin menimcha u hozir bu maqtashlarning bu yaxshi baholarning oldida hech nima emas. Hozir men Nurisa adimizga tavsiya qilgan mahirimiz Mirzakin. Balkim sizlarning yurak so'qishinglar menga o'xshash intayin tez bo'layotgan bo'lishi mumkin. Nurnisa Abbas xonimning eng oxir qarori qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shuni qabul qila oladiganlarga va'da berdinglar, shundaqmi? Undaq bo'lsa, yana davomli ustoz shogirdlik munosabatini o'rnatib ma'nolamsizlar. Menimcha siz erishmoqchi bo'lgan javobga erishdingiz deb o'ylayman, ustoz. Nijat Vali Yaqub nihoyat yaxshi javobni berdi menga. Men xush bo'ldim. Bugun haqiqatan men mushu bom perdini berganimdan bek faxrlandim, chunki to'yda o'tgan ustozlarning yaxshi bahosiga erishdinglar. Mana tirishqanning natijasini ko'radigan gap. Hozirroq ketib qolgan yerlaringlarmi bor, lekin endi sahna bo'lgandan keyin bunchalik bo'ladi naq maydonda. Shunga meningki eng oxirgi tanlashim 4-aylanma musobaqaga Nur sahnasiga men bilan bilim oladigan o'quvchimning ismi Mansur. Muborak bo'lsin Mansur, muborak bo'lsin. Mansurni qutlaymiz. Mansurning keyingi bosqichlarda o'zigacha yaqinlik naqshlar bilan bizga katta sovg'alarni tayyorlashiga tashlamiz. Yaxshi tayyorlik qiling Mansur. Mirzakim nihoyatda ig'ir bisiqlik bilan, salmoqlik bilan kuldi. Çalınıp gitey, yani şu Nurisa Abbas xonimning gruppasidan chiqishi bo'ldi. Men çalınıp desem, men chiqqan o'xshash, men çalınıp desem chiqqan o'xshash. Men yana qo'shildim. Bizning shunchalik sahnlarga chiqish sharoitini qilgan Nurisa Abbas xonimga ko'p rahmat. Mumkin bizim shu yaxshi baholar berayotgan shu 4 nafar parmak bilan 5 nafar ustoz ko'pincha rahmat aytaman, rahmat sizlarga. Bizning bir natijaga erishishimga sabab bo'lgan hammadan meni qo'llab bergan ayolim tarafdan rahmat. Ustozlarimiz bilan xo'shlashamiz. Sizlar aytgan Montadinning quloqcha haqiqatan yuraklarga bor. Xalqimizning san'atga tashlab qalbiga mana shunday naqshlarla havo bo'ladi. Mansur Ahmadning g'albisiga muborak bo'lsin. Mirzakim Boturning ishlariga qutuq tilaymiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavı'da işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga. Biz bilan qalti söylti elga ayan qimiti eng tuan bahsi 69800 yuan bo'lgan Toyota Vios avtomobili alayda hamkorlashgan. O'z navbatida programmamiz bilan yana 2015-yili tantanlik bozorga silingan Toyota RAV4 avtomobili alayda hamkorlashdi. Programmamizni davlat darajalik ekologik rayon Kalpinoya tog'i bag'riga joylashgan sop tabiiy un ishlab chiqarayotgan Al Nuri unchiligi alayda talab qildi. Sizlarga tashakkurimizni bildiramiz. Navbatda Nur sahnamizda bayga raqobatga tushmoqchi bo'lgan mahirlarimiz bo'lsa, Abdul Halim Abdurim bilan Qahar Husan qarshi olamiz. O Qahar. Abdulim Qaharning ovozi xeyli yetarli darajada, ammo sal kuchi yo'q endi. Mushu kuchi yo'q jihatlarni biz ovoz berish jarayonlarida ochamiz. Abdulimning ovozi yuqori ovoz, ayollar o'tir ovoz tavasini to'g'ri kelgan. Shunga endi ishqinglarga balkim bir naqsh berolmasligim mumkin. Ishqinglar o'rtaqlasha olsanglar shunday qilaman. Agar unday bo'lmay qolsa, ayrim o'zinglarning hunaringlarni ko'rsatsizlar degan gap. Sizlarga omad bersin. Men Nur sahnasiga qadam qo'ygandan keyin nihoyat xursand bo'ldim, chunki bu guruhda nihoyat chiqishqoq yaqin kasbdosh do'stlarimdan, inilarimdan tanishdim. Bundan nihoyat xursand bo'ldim. Nafas hozir sal ko'tardi tutqardi yana. Nafasni yana jiqroq mashq qilaylik. Mana naqshida siz ovozni oldiga aytib borsiz, keyniga torting ovozni.
azroq keyinliklarda undan keyin ma og'zinglarni ichinglar. Men savoddoshlardan shuni bir kutay, shuning uchun o'zingizga azroq mas'ul bo'ling. Bo'lamdi? Ben bu kadar müsabakada Mirza Ustaz'ın uğraştırışı bilen Qahar bilen bir to'yda uçuşturgan bo'lib qoldik. Ana mihri yürekte üşmez gülhan emasmi. To'xtam. Nafasni cho'nqur ilib, andan keyin mayani azroq ko'tarib o'taydi. Yana unutib qo'yapmiz, ha? Boshlaylik. Şu meşq jarayonlarida xeyli o'zgarish oldu deb o'yladim. Çünkü dastlabda naqsh etgandimi, shu naqshni yuqori bilan tuvanni bartaraf qilish, shundaqla ovozning turaqligini saqlash bu jihatda hozir ko'p bir masalalar bor. O'qituvchininki oddiy mashqlarni ko'plab bizga ta'kidlab, qanday vaqtinglar chiqsin mashq qilinglar deb shu topilishi bilan o'zimiz ko'plab mashq qilib, bu masala asosan hal bo'ldi. Do'stlikni birinchi o'rin qo'yib, musobaqani ikkinchi o'rin qo'yib, cho'qim biz tirishimiz, g'alaba qilamiz. Chunki ikkalamiz o'zimizga ishonamiz, g'alaba bizga emas. Hozir sahnaga chiqmoqchi, ovozda yuqori tuvanlik masalasi muqarrar barobarlikni egallaydi. Shuning uchun ishqinglar bir-biringizlarga hamkorlashgan asosda o'z talentinglarni namoyon qilishinglarni umid qilaman. Qalbi sizlarga yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Topup koyduk Yopuk salimiz emdi Ablani topup koyduk Yopuk salimiz emdi Bizi saklagan yarim Yeni gabarmiz emdi Amal kanca braderler Bizni saklagan yarim Yeni gabarmiz emdi Amal kanca braderler Yat gördüklerim bizni kaldırdı yaman günge Amal kanca braderler Yat gördüklerim bizni dadey kaldırdı yaman günge Amal kanca braderler Amal kanca braderler
Yürekte düşmez gülhan eğmez mi? Şefkatinle teşekkür, ey can anam. Emes bu şefkatinle teşekkür, ey can ana dılda destan emes bu. Hayatını yar kıldım, solmaz pesli baharga. Hayatını yar kıldım, can ana. Canim ana. Solmaz pesli baharga. Baharın niye yaşlattan sen kadirdan emes mi? Cinim anla sen üçün cinim kurban emes mi? Can ana sen kadirdan emes mi? Cinim anla sen kadirdan emes mi? Endi navbatda biz 3 nafar yetakchimizniki tavsiyalarini anglab boqaylik. Mahmud Sulaymon efendim, oldi bilan sizning tavsiyangizni shunaqla yurak so'zlaringizni anglab boqsak. Abdilim o'g'irlagan naqshning xeyirlik darajasi yuqori. Abdi Hilimni tavsiya qilaman. Muborak. Balkim
ustozlig'imga ozroq tez kelgan bo'lishi mumkin. Abdulimning ovozi o'rni haqiqatan shukurki. Başdami biz shuni his qilgan. Hatto biz birinchi tanlash musobaqasida oyoqqa qarab o'tirgandan keyin xili bir to'lg'an bir ayol kishi naqsh aytayotgan hissiyotda o'lgan. Nimishqa desa, ovoz o'rni oshaydi ekan. Endi mushu naqshini boshda Pasha qizdan aytgan bo'g'ashqa, mushu naqshini mushu uslubni mushu puroq hamma hissiyotni balkim Abdulim mushu Pasha damdan o'rnak olgan bo'lishi mumkin. Hozir naq shundan chiqyapti. Biz adashgan. Bu Qahorjonning ovoz igizga. Turqida odamga obrazdincha bom ovoz chiqadigandak tuyg'u berdi, lekin zilga ovozi zil chiqadi ekan. Endi tavsiya nuqtasiga kelsak, Abdulimni tavsiya qilay. Erkin efendim. Ikki ustoz Abdulimni tavsiya qildi. Men qarshi tarafni tavsiya qilaman. Endi bu sahnada raqobat bo'lgan ekan, oldingi bosqichlarga o'xshamaydigan yeri cho'qim faqat va faqat birla tanlab qilindi. Ikkilarni tang tanlab qilishga imkoniyat yo'q. Shunaq bo'lgan ekan, siz mushu ishga qarta ideyajetini tayyorlik ko'rib qo'ydingizmi? Tanlansam, endi peshanim tanlanamsammi, umidlanmayman. Chunki oldimda yana nurg'un ishlar batirishsam, cho'qim mushu yo'lda cho'qim bir natijaga erishmayman deb o'ylayman. Xo'sh, shunaqda Qahar. Ya talana ya shalana deb o'ylamadim. Sakniga chiqqan ekanman, shu naqshamni egib olsam deb o'yladim. Voya bitkizib o'ysam deb o'yladim. Zulqar ma'lum degandek, bizga degan doim talani shalanishni o'ylamanglar, naqshangni egib olsanglar bo'ldi, shu naqshni puxta ayta olsanglar bo'ldi degan. Shu vaqtdagi vazifaning o'zini, shu vaqtdagi xizmatni yaxshi tamomlash, chiroyli tugutish, voyaga yetkazish, o'zimizning eng zo'r tirishchiligimizni ko'rsatish eng muhim. Buldu naqta Zulqar Ko'rash efendim sizlarning maslahatinglar qandoqroq bo'lgandi? Bu ikki o'quvchini bir yerga kelish haqiqatan qiynaldik. Abdulimning ovozi haqiqatan ayol o'rta ovozga tushib qoladigan bir yuqori ovoz. Qahorning ovozi bir qadar erlarga xos. Lekin bugun Qahor charchash bo'lib qoldimi, sal ovoz tonik sal tuvan bo'lib qoldi. Lekin bu biz deyish bo'lgan ishim olmaymizmi? Qahramonlarcha chukitimiz. Abdulim bugun haqiqatan yaxshi o'rindading. Bir yerga ketib qolding, o'zing mes qolding. Mikrofonni akkab bo'lding-yu, chandanmayli qilib qolding. Lekin hech vaqas yo'q. Qisqartib aytsam, men tavsiya qiladigan o'quvchi Abdulim. Yaxshi natijalar xulosalanyapti. Undaqda Nurnisa Abbas xonim. Bu naqshi lekin shu ikki odam bir guruh bo'lib esa bu naqshi cho'qim nimaga to'van kelib qoladi. Qahorga. Nima yuqur kelib qoladi. Abdulimning ovoziga hisob ikkisini bir yerga eklanmaymiz. O'zinglar tanlanglar desammi, yana shu cho'gilab yana shu naqshiga kelibdi. Naqshining qiyinlik darajasiga kelgan chog'da mana Mahmud apandim dedi, yuqorida ustozlar deb o'tdi. Haqiqatan ana mehri degan naqshiningki haqiqatan yuqori. Ammo bugun ifodasi Qahorning xelilam to'van bo'lib qoldi. Siz mishkasini qilyapsiz. Abdulim bir hisobotchi bo'lgandir. Nur sahnasida men bilan qo'lma-qo'l yetlashib, mo'rni-mo'riga tirab mangadigan o'quvchimning ismi Abdulim. Mübarek olsun. Abdulimni qutlaymiz. Abdulim. Bizning qarindoshlarimiz mana shuningdek klassik asarlarni qo'g'daydi, asraydi. Bo'ldi, unda bo'lsa Abdulim keyingi bosqichga taqim yaxshi tayyorliklarni qiling. Aman bo'ling. Qahar. Mana shuningdek to'xtamasdan imtihon berish jarayonida biz umumkin haqiqiy pishib ketdik ekanmiz. Balkim bu jihatda sizning his qilganlaringiz menikidan ko'p bo'lishi mumkin. Mana shu so'zingizni olib qo'yaylik. Bugun shalanib ketgan afsus hech qisi yo'q. Bundan keyin to'xtab qolmaydi, texim kirishini. Keyingi qatim, keyingi ko'rishga cho'qim yana qatnashini. Cho'qim kirishini.
Şunun birlikte yana şu nur sahnasiga kirganligim intayin faxrlaman. Nurun Samalım shunday yaxshi ko'yindi, yaxshi mashqlarni berib bizga Zulfiqar Malim shunday yaxshi taklif fikrlarni berib, shunday yaxshi qo'llab-quvvatladi. Rahmat amallarga. Eng oxirida meni beqib cho'ng qilgan, yigit qilgan opamga ko'pchilik rahmatimni bildiraman. Amallarga ko'p rahmat. Kelar yil cho'qim ko'rishimiz. Rahmat. Bizmi programımız orqali qaharni qo'llagan barliq qaharniki naqshi mastanlarga shundaqla urug' tutgan do'st birodarlarga salomimizni yo'llaymiz. Izchil qo'llab berganlarga ko'p tashakkur. Qahar udaqda qizg'in kayfiyatda bizning ustozlarimiz bilan xo'shlashib qani. Abdülhamit'ten ana mehrinomlik naqsha onlarimizga bo'lgan sevg'inishimizni ifodasi, qahar etgan naqsha nur sahnasidagi birodarlarning o'zaro mehr-muhabbatini ifodalaydi. Rahmat sizlarga. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavodi'da işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omet. Hürmetli efendimler, hanımlar, nur sahnesinde nöbette sahnemizde raqabatlaşmakçı bo'lganlar. Tirishchan mahirlerimizden Diliyar bilan Abduvali qarshi olamiz. Abduvali Nurtay. Diliyar. Bu ishga o'quvchini birgaga tanlashdagi maqsad Abdulay Nurtay yoshirin kuchga ega bir o'zi ijod qilgan naqsh ijod qilgan bir talant egasi. Hamma Diliyar ilimizga kelsak, ovoz nihoyat siliq, har qanday ijodiyatlarni boyib o'tkazib beradi. Bu ikkisi bir-birini eski ijodga to'g'rilaydi deb aytadi. Shunda deyishganmiz. Shularni saqlanishimiz deyishib ishlarni bir-biriga qo'ydi. Ben bu qitim nur sahnasiga qabul qilingandan keyin o'zimdagi naqsh yetishayotgan kamchiliklarni to'liqlab, shundaqla Nurnisa ustozni bizni tarbiyalash jihatdan naqsh yetish jihatda zo'r ilgirlashlar bo'ldi deb qarayman. Ben şu Diliyar Fıkan bilen işkimizden bir grup bölgenliğin ki işkimiz okşaş bir vakitte Nurnisa Basustaz'ın ki yetekçiliğinde avaz ilmi, avaz çıkarış, nefes kontrol kılış katarlık. Şu nakşi yetişikle alakadar her türlü bilimlerini işkimiz okşaşlar istiyorlar anlıqanda Diliyar Fıkan özümü intayın çıraylık nakşi edilen bir yaş yetilatkan yaş nakşiçi. Şahsen bu jarayonda ishimizdagi o'zaro bir-birimizning kamchiliklarini, ortiqchiliklarini to'liqlab bu jihatda bizda naqsh yetishda o'zgarish intayin cho'ng bo'ldi deb qarayman. Biz hozir sahnga chiqish oldirmiz. Sizga omadlar bo'lsin. Chiqimlardan talab qilganim ovozinglar yeyishsin. Bir-biringizlarga ovoziyatdan jang e'lon qilaman deganni o'ylamay, hamkorlik tuyg'usi bo'lsin. Bir-biringizlarning ovozini bir-biringizlar besib oladigan ish bo'lsin. Cho'qim hamkorlik bilan bir-biringizlarga yo'l qo'yib, senda o'zinglarning eng esil talantinglarni namoyon qilishinglarni sizlarga qutlug' tilayman. Bulmagandek dünyadan razıyım. Tuğlapla hacap yığılgan gözlerinden hiçbir to'xtama. Marjan bulup
tökülgen yaşlar bulmaganda dünyadan razı tug'iliblar hajab yig'lagan ko'zlarimdan hiçbir to'xtamay marjon bo'lib to'kilgan yoshlar go'daklikdan shuncha ben voshidim qoshiq qantim gap kerak sali yaxshi yomon kunlarda onam ajr qilib boqqandim meni bulmagandek dunyodan razı tug'iliblar hajab yig'lagan ko'zlarimdan hiçbir to'xtamay marjon bo'lib to'kilgan yoshlar bulmagandek dunyodan razı tug'iliblar hajab yig'lagan ko'zlarimdan hiçbir to'xtamay marjon bo'lib to'kilgan yoshlar go'daklikdan shuncha ben voshidim qoshiq qantim gap yemay sadi yaxshi yomon kunlarda ona ajr qilib boqqandim meni gunoh qilsam kechirding meni yig'ladim dard kelsa beshimga namozingda tilab baxtimni ajr qilib boqqandim ona go'daklikdan shunchadan voshidim qoshiq qantim gap yemay zodi yaxshi yomon kunlarda ona ajr qilib boqqandim meni ajr qilib boqqandim meni Biz odatda taklif qilibmi chaqirtib kelmaydigan 4 nafar muhtaram yetakchimiz shu topda udulda turibdi. Ularningki baho so'zlari biz uchun qimmatli bir soatlik darslikdimi? O'ri hisoblandi. Shunlashqa oldi bilan biz ularning tavsiyalarini bir anglab baqsaq. Mahmud apandim. Dilyar enimni men bir bilet tashladim. Abdulla apandim. Ikkilanlar naytli bijanidil, astoydil ishqa tayyorlik qilganinglar ko'rinib turyapti bugun. Shu o'z ifodasini tepatdi. Yomon astoydil tayyorlik qilsizlar. Bularga foydali bo'lsin uchun cho'qim birini tavsiya qilish kerak bo'lib qolsa. Dilyar. Erkin Abdulla apandim. Men tavsiyam Abduvali. Musobiqimizning qoidasini hammanglar bilasizlar. Ustozlarimiz azroq maslahatlashmoqchi, birga kilvoqchilik sizlardan shu topdagi hissiyotinglarni ifodalab berishni talab qilaman. Abduvalining qanday bir yurak so'zi yoki aytmoqchi bo'lganlari bordi. Alloh baqayli.
hozirgi o'ylig'imda endi Dilyar ukam ikkimiz mana shu naqshni yomon emas ijro qildik deb o'ylayman. Yani o'zimizning hissiyoti bo'yicha. Lekin men musobaqada tanlash degan narsani o'ylab boqmadim, chunki men erishmoqchi bo'lgan narsamga erishib bo'ldim. Qaysimiz tanlansak o'xshash. Bo'ldi, Dilyar. Mayli qaysimiz tanlanib kelsak, Abduveli akam bilan men shu musobaqa jarayonida yaxshi hamkorlashdik. Bundan keyin shu san'at jihatiga bo'lgan aloqamizni hargiz uzib qo'ymaymiz. Shuningga mening ham ishonchim bor. Endi yetakchi ustozlarimizning, hamroh yetakchilarimizningki eng oxirgi tanlashlarini, qarorlarini anglab baqqan bo'lsak. Bugun Abduveli Nurtayning ifodasi azroq degan bir chek yetmedi. Akkord olgan vaqtida unutib qolish, yo bo'lmasa sen keyinda qilish degandek bir kichik bir savallik o'tib qoldi. Dilyardagi endi azroq savallik bo'lsa, o'zimni ifodalayman deb sal azroq o'tib qoldim. Endi gapni qisqartib bersam, men Nurnisa adamizga meni tavsiya qilgan o'quvchimiz Dilyar. Buldu Nurnisa Hanım, ahırda sizinki en ahırki kararınız bizdeki başka yetakçilerimizden tavsiyesi bilen o'xshash chiqadimi? Qanaqli bo'lishidan qat'iy nazar bizning mahirlarimiz sizning tanlashingizni hurmat qiladi, sizningki sababingizga, asosingizga hurmat qiladi. En ahırda ikki og'iz yurak so'zingizni anglag'ach, keskin qaroringizni anglashga taqozomiz. Bizningki Abduveli bu bir yaxshi ijodiyatchi. Hem shundaqla yaxshi bir aka, hem ailenin bir törüki bu inimizce. Ben bunun bu royundan şunçilik ta'sirlandim. Her qitim meşq bo'lgan chaqda bu bal doim kechikib keldi. Chiqib keladi, lekin kechikib keladi. Nimishqa meşq vaqtida kelmaysiz, nimishqa bundaq qilsiz degan chaqda mening shundaq bir og'riqchan singlim batdi. Mushu singlimga men qaramasam bo'lmaydi. Chunki opam dadamning ish cho'nglab qolgan. Uni men ko'tarmasam izchil holda shu menga ko'nib qolgan. Men shuni aşı işlerini tutgan chaqda kelalaydi ekanman. Mana bu ruh. Mening mashqimga kelmasimi? Mayli, men hargiz ranjimayman. Chunki aşı ruh mening yuragimga berib oldi, yuragimni eng cho'nqir qatlamlarga singib oldi. Dilyar inimizga kelsak, u o'zi mushu san'at beg'ida, san'at institutida o'qiyotdi. U o'zini ifodalash shunchalik chiqtirishdi. Lekin men eng oxirida yana cho'qim bularning ikkisini birisini tanlashim kerak. Şuna ben bilen 4. qitimliq aylanma musobaqaga boradigan nur sahnesida texmi nurliq bo'lib chaqnaydigan mahirim bo'lsa Dilyar. Muborak olsun Dilyar. bergan ustozimga, Nurnisa Abbas ustozimga, Zulfiqar Kurash ma'lumga chindan rahmatimni bildiraman. Yana bizniki intayin jafo chekayotgan bizning shu Nurnisa Abbas adimizniki bir qozoq inisi Kerem Abbas ham mening do'stim bo'ldi. Bir jafo chekdi. Endi parda qisqa qahramon bo'ldik. Hozir chiqmoqmi deb oldim. Başlarimizga rahmat aytaman. Anandan keyin men ota-onamni bek yaxshi ko'raman shu ona to'g'riliq qilgan bir ijodiyat borda hamda shuni opam o'tiribdi, opam degan tunji qitim mana kelib mening san'at oltimni ko'rishi. Men bu kasb bilan shug'ullanib 11 yil o'tdi. Lekin opam degan tunji qitim ko'rishim o'zimdan qo'shib ketdim. Shunga ash ijodiyatning bir kompletini opamga atab tamamen bo'ladi. Qani odaqda bu asringiz barliq onalarimizga qilgan hadiyamiz bo'lsin. Allah baqayli. Baxtman ko'zimga qaraydigan onam bor. Men yig'lasam yuragi qanaydigan onam bor. Men yig'lasam yuragi qanaydigan onam bor. Muzlab kessem hayatni Cudunu rahimsiz Utun üçün tutunu Çanaydıgan anam var Muzlab kessem hayatnim
Cudunida rahimsiz Odun üçün putuni chanaydigan Anam bar chanaydigan Anam bar Omad tilaydi. Bir yerda erkeklar kuvvet içindeki samimiy askar. Programımız hazırda başlanadı. Hörmətli ustozlar, naq maydondagi aziz tomoshabin do'stlar, shundoqla televizor ekrani oldidagi ko'rgan do'stlar. Navbatda bizning bu sahnamizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Nur Gurbusdagi eng oxirgi mahirlar Muqtadar Quyun bilan Almas Oblikim. Qani, marhamat. Almas. Muqtadar. İşkinlarını bir kıldım. Bunda kılışımlık sebep. Almas'tan avaz düşse, yani hakiki erlerge xas. Muhtakarın avaz olsa, Ulaqlar. opera, stoluna ağam, avaz dinaqışçı. Bu ikisini birlikte keltirishlik maqsad, gayet yaxshi bir naqshini ularni biriktish adatiimiz. Hozir bizni chiqaramizlar, bizni chiqarasizlar, ishonchinglar bor. Sizinki avazınız aldın qatımqı məşqini qıldanlama. Ben bu Nur Sevinç'in 3. basqıçıga kelgəncə nurg'un bilimlarni öyrəndim. Nizamolin bizga nafasning qanday kontrol qilishini, hissiyotning qanday ifodalashini, sahna qiyofatimizning qanday bo'lishini hammasini o'rgatdi. Ikkinchi qitimliq musobaqamdagi materialni aqtirib ko'rsam, o'zimning yetarсizliklarini haqiqatan his qildim. Xuddi Nizamolin deganga o'xshash, meniki yetarсizliklarimni endi bu 3-chi qitimliqqa kirmayman deb o'ylayman o'zim. Gerçi maktabning ba'zi bir ishlari tufaylidan mashqqa chiqib kelolmagan bo'lsam-da, lekin har qitimliq shu mashqda xonim intayin bizga shunchalik kuyimchanlik bilan har xil nafas olish usullarini, hissiyot berish qoidalarini o'rgatdi. Bo'libmi nafas jihatda bizga bergan bilimi intayin ko'p bo'lib deb qarayman. Aş avazı almashtirish dairasiga kelgancha bek ansirgatdim, hozir mushuni hal qilib oldim. Eng muhim, lekin sahnada mush ifodamiz bilan chiqaylik bo'lamdi. Almas, siz ovozingiz azroq kuch bering. Badan kuchliq va undaq bo'lsa-la, kuch ovoz degan shu ekran oldidagi ham shunday tomoshabinlarimizga sizlarniki shu teatr shakllik naqshlarni tomoshabinlarimizga isil vujudinglar bilan bir aytib, mening shu sahnada tomoshabinlarimizni ham ko'rganlarimizni ta'sirlar ko'rsatadi. Ma'qul. bir şan Nurida tünler mümkündür Uyansa her kim kalbide Baharni kütelmeydu gün Yaşlar çiçek Günlerken taşla yürek
üzülmez derya. Bu suyda yaşlar gül çiçek. Kandırsa hayat külünü. Muhabbet üzülmez derya. Bu muhabbet üzülmez derya. Bu suyda yaşlar gül çiçek. Güllerge teşna bu yürek. Lahza biz oldi bilan yanılamiz shu 3 nafar yetakchi ustozlarning bahosi va tavsiyasini birlikda anglab boqaylik. Mahmud apandim. Nihoyat yaxshi o'zlashtiribsizlar, ammo ikkilanlarda bir muqimsizlik, kasal omadlari yana yuz berib qoldi. Ig'ir dag'atiqi. Bekli ig'ir. Lazım siz lekin hech qisi yo'q. Tanlashga kelsak olmaz. Tanlay. Rahmat. Abdulla apandim. Ma ukam olmaz. Buga hozirgi naqshida mikrofonni favqulodda jiroq tutib olding-da. Shu naqshining tuvan qismimi mikrofonning jiroq bo'lganligi sababidan anglanmay qoldi. Boshdan tortib berib kelyapmiz bolalarga tarbiyani. Bom yirik kelganda mikrofonni sal yiqiroq tutsak, masalan men yiqiroq tutsam ovozimning qilin o'rinlari oshkor chiqadi. Jiroq tutgan sari zillashib qoldi-chi ovoz. Andin zil yani tatdım deb mikrofonning orlig'ini bak jiroq tortib olsak yaxshi bo'lmaydi. Muvofiq bo'lish kerak. Shunga balkim asha anglanmay qoldi. Bu inimning ovozimi olaydi yaxshi ovozga. Nurnisa singlimning keyingi tanlashiga foydali bo'lish uchun olmas inimni ko'staman. Rahmat. Erkin Abdulla apandim, sizninkini anglab boqaylik. Mening tavsiyam olmas. Rahmat. Yuqorida biz 3 nafar yetakchi ustozlarning bahosi va tavsiyasini anglab o'tdik. Endi sizlarnikini bir anglab boqaylik. Men opamga ham dadamga rahmatimni aytib olsam, apa dada rahmat. Balanglar xili parlatdi. Rahmat. Sizga rahmat. Muxtabar, sizninkini anglab boqaylik. Ustozimiz Nurnisa Abbasqa chin dilimdan rahmat aytaman. Rahmat. Zulfiqar ma'lumotimiz shu. Eng chiroyli ijodiyatini bizga berdi. Rahmat aytaman. Rahmat. Zulfiqar Ko'rash apandimniki fikrini anglab boqaylik. Olmazga kelsak, abiyatin ustozlar degandek, mikrofonni sal jiroq tutib olib, seni ovoz tutsangni, qaysi kuyda aytayotganini asosiyatdan anglayolmay qoldik. Lekin men shunda ishondim, buning o'zidan cho'qim chiqib ketalaydi deb. Chunki sen mashqda bizga bek favqulodda yaxshi ta'sir qildigan. Endi muxtabar singlim kelsak, olmasga ta'tir bo'lib qoldi. Siz bek yaqin tutib olib, qiyachiya bir ovoz chiqib qoldi. Lekin o'sha naq maydondagi tomoshabini ekran oldidagi ko'ruvchilarni hang-tang qoldirdingiz. Ovozingizning yuqoriligi. Endi men tavsiya qilish bosqichiga kelsam, men muxtabarni tanlayman.
Rahmat, arkadaşlar ustozlarınki baho va tavsiyalarga ko'pdan-ko'p rahmat. Nurisa xonim, biz yanada keskin qaror chiqarishingizga muhtojmiz. Muxtabar favqulodda yuqur ovoz bilan bizni hayron qoldirdi. Lekin Almas Tasqaldi ash mikrofonni yaqib qo'yib aytqali. Ammo bu sınaq bosqichi bo'lganligi uchun bir qitim sinalgan o'quvchi qiyofada men bir singlarni olib qolay. Nur sahnasida men bilan birga hamkorlashadigan o'quvchimning ismi Cho'lpalar bilan rasm tushish intayin ko'ngillik bir ish. Hada, qanday qilib chashdingiz? Atramas ko'rgan mehri. Diqqat! Mehri? Mehri bilan shadlanar odam, mehri bilan faxrlanar qadam. Hamra bo'lib barcha hammaga mehrlarga to'sin alam. Mehr olaydi Sultan Parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'us. Afri. Jipak yo'lida жаңыраған xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash suqsiga sahib qilgan mo'tivarni tanladim. Mening tanlashim yana mo'tivar. Mo'tivar kiyimlari. Geldi. Siz işin için ben kiryalayım. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Vah vah vah. Nimandaq pokiz yuyulgan kirlar bu? Ajoyib pokiz yuyulibdi. Men judim bu kirlarni. Bu mening uyim tursa, men judim. Men judim. Can, haqiqatsen qachon makdan bundaq pokiz kir yuvib baqqan tabassum so'm parashugi bilan yuyulgan kirlar bu. Hammasi biladi. Yana bilyaptim. Tabassum sopun parashugi. Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtil musulmon yemeklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Almas. Mübarek olsun, Almas mübarek olsun. Almas, keyingi sahnangizni ko'rishgacha omon bo'ling. Sizga omad qutlari yor bo'lsin. Ramila. To'lima afsus Muxtabar. Siz bugungi bu sahnamizda natijadan mahrum qolganingiz bilan, lekin bu programmaga qatnashish jarayonda nurg'ulg'an ostatlarga erishdingiz. Ya'ni o'zingiz bor ortiqchilikdan foydalanib o'qituvchi ustozlarning, yetakchi ustozlarning tarbiyalashi ostida nurg'ulg'an bilimlarga ega bo'ldingiz deb qarayman. Sizning bundan keyingi ishlaringizga qutlug' omadlar yor bo'lsin. Xo'shish bilan. Muxtabar bilan olmas chiqsi qalbidagi tuyg'ularni bizga naqsa orqali baxsh qildi. 2 yoshning qalbidan yangirgan baxt kuylari kimni shodlantirmasin? Nur sahnasida ilib berilgan keskin raqobat mushada oxirlashdi. Biz Nur sahnasida 4-bosqichga muvaffaqiyatli qadam olgan 8 nafar mayirimizning buningdan keyingi tayyorliqlarining texma puxta bo'lishiga, shunaqla 4-bosqichda bizga texma esil numurlarni baxsh etishiga tilakdoshlik bildiramiz. Unda keyingi san programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.